Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana bugun Sarmazor masjidimizga Alloh taoloning fazli inoyati bilan ustoz mashhur olim domlamiz Ziyovuddin Mahmuddek domla tashrif buyurganlar. U kishi bilan hamsuhbat bo'lib o'tirganimiz asnosida bir ajib gap u kishidan bo'ldi. Ya'ni kecha ustoz Alovuddin Mas'ud domlamizni vafot qilganiga 5 yil bo'lgan ekan. Qarang domla, vaqt o'tib ketdi. Domlani vafotiga 5 yil bo'libdi-ya desam, bu kishi 3-4 kun oldin domla bilan o'tirganimizda bir ajib narsa aytib bergan edilar. Shu vafotidan 3-4 kun oldin hamsuhbat bo'lganmiz, ajib narsa aytib bergandilar dedilar. Juda ham bir ajoyib narsa aytib berdilar. Shu narsani iltimos qildimki, o'zlari aytib bersalar sizlarga ham ilindim. Quloq solamiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu Alovuddin ustozimiz, hammamiz ustozimiz desak xato qilgan bo'lmaymiz. Biz shu 3-4 kun avval vafotidan avval domla bilan bir joyda bizlar hamsuhbat bo'lib o'tiruvdik. Bir chiroyli go'zal gapni aytib qoldilar. Qaysi bir inson, qaysi yurtda, qaysi mamlakatda Allohning qazoyi qadari sababli agar olamdan o'tsa, vafot qilsa, ana shu joyda musulmonlarning qabristoni bo'lsa, o'sha ahli ilmlar bo'lib janozasini o'qiydigan bir ahli ilm, ahli Qur'on odam bo'lsa, musulmonlar to'planadigan bo'lsa, bir qancha odamlar janozasini o'qiydigan odamlar to'plangan bo'lsa, ana shu yerdagi qabristonga qo'ygan eng afzal, eng yaxshi dedilar. Buni sababi Alloh taolo qiyomat kunida u odamni o'sha vafot qilgan joyidan boshlab to o'zini uyigacha jannatdan katta qasr binoli uylar beradi ekan, qasr bino yerini ham beradi ekan. Maşallah. Mushkambardan bo'lgan jannatdagi yeri shunchalik kenglikdagi ichida qasr binolari bilan beradi ekan. O'sha dafn qilingan joyi bilan o'zini yashagan uyigacha. O'zini yashagan uyigacha masofa, hamma yer Allohning yeri. Allohning yeri. Bizni Alloh taolo yaratdi tuproqdan, yana shu tuproqqa vaqtincha qo'ydik, yana tuproqdan Alloh bizni tashqariga chiqaradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi domla.